Bismillahirrahmanirrahim. Abul Hasan an-Nadavining Qasasun Nabiyyin lil Atfal degan kitobining davomini o'qiymiz. Bugungi dars bilan Yusuf alayhissalomning qissasi oxirlashidi. 23. Yusufu yursilu ila Yaquba. Yusuf alayhissalom Yaqub alayhissalomga odam avatudu. Ya'ni dadisini Kan'andan Misrga akilish uchun odam avatudu. Yusuf alayhissalom Yaqub alayhissalomga uchirish uchun intizor bo'ldi. Ishtaqa degan seg'indi, intizor bo'ldi degan gap. Va kayfa la yashtaqu ilayhi? Uni qandaqmi seg'inmasin, qandaqmi intizor bo'lmasin? Vaqat talal firaq, ayrılğılı uzun bo'lgan tursa. Va limaza yasbirul ana va qad zahara sirru? Nima uchun hozir sabr qiladi? Sir oshkor bo'lib ketgan tursa. وكيف يطيب له الشراب والطعام وأبوه لا يطيب له شراب ولا طعام ولا منام. Dadısıga, yani Yaqub aleyhisselamga yemek içmek veya ki uyku tetimizsa, onunga yani Yusuf aleyhisselamga yemek içmek qandaqmı tetsin, qandaqmı lezzetli tuyulsun, qandaqmı köngli hoş bolsun. Ve sir aşkarlanıp ketken tursa, sir aşkar bo'lgan tursa, Allah Taala Yaqub alayhissalomning ko'zini xursand qilishni iroda qildi. Ya'ni Allah Taala Yaqub alayhissalomni uzundan bir ayrilib qolgan o'g'li Yusuf alayhissalom bilan jamlash orqali uni xushal qilishni iroda qildi. Yaqub alayhissalom ko'p yig'ilganlikdan, ko'p hasrat chekkanlik sababidan qarig'i bo'lib qolgan edi. Yusuf alayhissalom mundaq dedi: "Sizlar mening bu ko'ynigimni elib beringlar. Zahaba o'z ketdi, zahababi o'sa elib ketdi. Bu köynügümni elip beringlar, yani izhabu bi qamis degan köynügümni elip beringlar. Köynekni dadamning yuziga tashlanglar. Ya'ti basira, ko'zi ko'rdigan bo'ladi. Va'tuni bi ahlikum ajma'in. Bu yerdimi atabi ep keldi degan gap. Va'tuni bi ahlikum degan oilanglardagilarni, balchaqalaringlarni hammasini mening qishimga akilinglar degan gap. 24. Yaqubu inda Yusufa. Yaqub alayhissalom Yusuf alayhissalomning huzurida. Kishilar, ya'ni qarindoshlari Yusuf alayhissalomning ko'ynigini elib Kan'an tarafga qarab yurib ketdi. Sara degan mangdi degan gap. Ahassa Yaqubu raihata Yusufa. Ahassa degan bayqidi, his qildi degan gap, tuydi degandek. Yaqub alayhissalom Yusuf alayhissalomning puruqini, ya'ni hidini hidlidi va mundaq dedi: Cazmen men Yusuf'ның hidini puravatımın. Ular deyishdiki, yani atrofidagi navri-chavrilari, balları, qo'shnilari degandek. Allah bilan qasamki, sen burunqi azg'unliqingda ekansa, lekin Yaqub rostchil edi, yani rost gap qilgandi, rostili purgan edi. Falamma anja al-bashiru alqahu ala wajhihi fartadda basira. Xush bishoratchi kelganda, yani oldin ola ko'ynakni elib bir chaparvanni oldin ola mang'uz yutidi. Mushu xush bishorat berdigan kishi ko'ynakni elib kelganda, ko'ynakni Yaqub alayhissalomning yuziga tashladi-da, ko'zi asliga keldi. Irtadda degan qaytdi degan gap. Ko'zi burunqidek asliga keldi, ya'ni ko'zi ko'rdigan bo'ldi. Yaqub alayhissalom mundaq dedi: "Alam aqul lakum, men sizlarga demaganmidim? Inni a'lamu minallohi ma la ta'lamun." Men Allah Taala tarafdan, yani Allah'ның bildirişi bilen, Allah'ның vahiysi bilen sizler bilmeydiğen narsalarni bilaman. Demaganmidim? Ular deyishdiki, dadimiz biz uchun bizning gunohlarimizga Allohdan mag'firat talab qilgin, biz ilgari xatolashquchilardan ekanmiz. Yaqub alayhissalom shundoq dedi, ya'ni bolalarga shundoq dedi: "Men sizlar uchun Rabbimdan istig'for talab qilaman. Mag'firat talab qilaman. Gunohlaringlarni kechirib o'tishni Allohdan tilab duo qilaman. Chunki Allah gunohlarni mag'firat qilg'uchi rahimdil zotdir." Yaqub alayhissalom Misrga yetib kelgan chog'da vasallarga yetib keldi. Istaqbalahu Yusuf. Yusuf alayhissalom uni qarshi oldi. Oldiga chiqib qarshi oldi. Wala tas'al an farahihima. U ikkisining xo'shalligiga haqida sen so'ramag'in bo'ldi. Va sururihima. Bu mu xo'shallik. Xo'shalligidan so'ramag'in bo'ldi. وكان يوما مشهودا في مصر وكان يوما مباركا. Bu, yani Yusuf alayhissalom bilan Yaqub alayhissalom jam bo'lgan bu kun Misrdagi katta tarixiy ahamiyatli bir kun bo'lgan edi va muborak bir kun bo'lgan edi. Yusuf alayhissalom ota-onasini abavayhi degan, ikki dadasi degan gap, ota-onasini
arish ustiga ko'tardi, ya'ni o'zi o'ltirdigan joyga o'ltag'izdi. Va vaqa'u kulluhum sujadan li Yusufa, ya'ni hammasi Yusuf alayhissalomga hurmat yuzasidan sajda qildi. Yusuf alayhissalom shundoq dedi: "Haza ta'vilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha robbi haqqan." Mana bu mushu ahvol, ya'ni ko'pchilikning menga hurmat yuzasidan sajda qilishi mening ilgari ko'rgan tushimning ta'biridir. Qad ja'alaha robbi haqqan. Alloh taolo bu tushimni haq qildi, ya'ni haqiqatga chiqardi, amaliyotga chiqardi. Inni ra'aytu 11 kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin. Ayni vaqtda Yusuf alayhissalom Yaqub alayhissalomga tushini so'zlab berib, men tushimda 11 yulduzni, quyoshni va oyni ko'rdim. Ularning hammasining menga sajda qilayotganligini ko'rdim. Sajda qilgan holatda ko'rdim degan edi. Yusuf alayhissalom Alloh taologa nurg'ulgan yaxshi hamdlarni aytdi. Va Yusuf alayhissalom Allohning bu ne'matga, ya'ni dadasi bilan jam qilib berganiga, qarindoshlari bilan jam qilib berganiga, bu ne'matiga katta shukrlarni qildi. Yaqub alayhissalom va Yaqub alayhissalomning oilasidagilar Misrda uzun vaqt qoldi. Ya'ni ular Misrda uzoq vaqt yashadi. Yaqub alayhissalom va Yaqub alayhissalomning ayoli Misrda vafot bo'ldi. 25. Husnul aqibati. Walam yashghal Yusufa hazal mulkul azimu anillahi walam yughayyirhu. Yusuf alayhissalomni bu katta podshohlik, ya'ni Yusuf alayhissalom zaminning xazinalariga mas'ul bo'ldi-ku. Alloh taolodan mashg'ul qilmadi, ya'ni Alloh taoloni unutib qolmadi. Alloh ibodat qilishdan bo'shab qolmadi va uni o'zgartmadi. Yusuf alayhissalom Allohni zikr qiladi, Alloh ibodat qiladi, Allohdan qo'rqadi. Yusuf alayhissalom Allohning hukmi bilan hukm qiladi, Allohning buyruqlarini ijro qiladi. Yunaffizu awamirallohi degan Allohning buyruqlarini ijro qiladi. Yusuf alayhissalom podshohlikni ko'p narsa ko'rmaydi va uni cho'ng narsa sanamaydi. Yusuf alayhissalom podshohdek o'lishni yaxshi ko'rmaydi. Podshohlar bilan billa tirildirishni, mahshargohda tirildirishni yaxshi ko'rmaydi. Balki Yusuf alayhissalom qulining o'limida o'lishni yaxshi ko'radi. Solihlar bilan billa tirildirilishni yaxshi ko'radi. Yusuf alayhissalomning duosi bunu duo edi. Ey Rabbim, sen menga podshohlik berding, ya'ni zaminning xazinalariga mas'ul qilding, shuni ato qilding va menga tushlarning ta'birini o'rgatding. Ta'vilul ahadis degan tushlarning ta'biri degan gap. Sen osmonlarning va zaminning yaratquchisi bo'lgan ey Alloh, sen mening dunyo va oxiratdagi valiramsan, egamsan. Meni musulmon holatda vafot topqizgin, ya'ni musulmon holatda jinimni olg'in va meni solihlarga qo'shgin, solihlarga ulashtirgin. Alloh taolo uni musulmon holatda vafot topqizdi va uni dadilari Ibrohim, Ishoq va Yaqub alayhimussalam bularga uchrashtirdi. Sallallohu alayhi va ala nabiyyina va sallam. Shuning bilan Yaqub alayhissalom bilan Yusuf alayhissalomning qissasi bu dars tugadi. Keyingi darsimiz Nuh alayhissalomning qissasi bo'ldi inshaalloh. Darslarning davomi yana davomli yo'llanadi inshaalloh. Subhanak Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.